Tefsiri Müyesser. Tevbe Suresi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Shuningdan keyin kimki kufrdan yenib islomni qabul qilsa, Alloh ulardan xohlagan kishining tavbasini qabul qiladi. Gunohini mag'firat qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Ey mu'minlar, mushriklar faqatla nejisdir. Shunga mush yildan, ya'ni Hijriyaning 9-yildan keyin ularni Masjid-i Haramga yaqinlashtirmanglar. Agar sizlarning ular bilan qiladigan tijoratinglar uzilib kelish sababli beqir bo'lib kelishdan ansirsanglar, bilinglarki Alloh sizlarga uning o'rnini to'ldirib beradi. Alloh xolasa sizlarni uzoqqa qolmay o'z fazli bilan boy qiladi. Cheksizki Alloh sizlarning ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Sizlarning ishinglarni o'rinlashtirishda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey musulmonlar, Yahudi va Xristianlardan iborat Allohga va oxirat kuniga ishonmaydigan, Alloh va uning payg'ambari cheklagan ishlardan cheklanmaydigan va islom shariatiga amal qilmaydigan kofirlar toki sizlarga bo'ysunib yavaşlik bilan jizya to'laganga qadar ular bilan urush qilinglar. Yahudilar Uzayr Allohning o'g'lidir deb Allohga sherik keltirdi. Xristianlarmi Masih Allohning o'g'lidir deb Allohga sherik keltirdi. Ular bu yolg'onni o'zlari o'ydirib chiqdi. Ularning bu so'zi ilgirki mushriklarning so'zlariga o'xshab ketdi. Alloh bu kofirlarning hammasiga la'nat qilsin. Ular haqiqatdan qandoqlarcha botilga burilib ketadi. Yahudilar bilan Xristianlar Allohni qo'yib o'zlarining ulamolarini, rohiblarini iloh qilib olib, ular chiqargan hukmlarga bo'ysundi. Xristianlar Maryam o'g'li Masihni iloh qilib olib, uningga cho'qindi. Halbuki Alloh ularning hammasini yolg'iz o'ziga ibodat qilishga buyurgan edi. Chunki Alloh haqiqiy ilohdir. Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Alloh ozg'unlarning sherik keltirgan narsalardan albatta pokdir. Kofirlar payg'ambarlarni inkor qilish orqali islom dinini va Allohning bir ekanligini isbotlaydigan dalil paketlarni yo'q qilmoqchi bo'ladi. Haqiqat shuki, kofirlar qanchalik yomon ko'rgan taqdirdami, Alloh albatta o'z dinini tamomlaydi. Bu dinni barliq dinlardan ustun qiladi va iymon kalimasini hammadan ustun qiladi. Mushriklar yomon ko'rgan taqdirdami, Alloh islom dinini barliq dinlardan ustun qilish uchun o'zining payg'ambari Muhammad alayhissalomni Qur'on va islom dini bilan avatgan zotdir. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, ahli kitobning ulamolaridan va rohiblaridan nurg'unlari kishilarning pul mollarini parixo'rlikqa o'xshagan harom yo'llari bilan yevaladi. Kishilarni islom diniga kirishdan va Allohning yo'lida mengishdan to'sadi. Ey payg'ambar, oltin kumush yig'ib, uning zakatini ado qilmaydiganlarga qattiq azob bilan bishorat bergin. Qiyomat kuni oltin kumushlar jahannamning o'tiga tashlanib, toza qizatiladi. Qizitilgan bu oltin kumushlar bilan dunyoda bularni to'plagan egilarning peshonalari, baqinlari va dumbillari dog'lanadi. Ularga qoyib mundoq deydi: "Mana bu sizlar yig'ib zakatini ado qilmagan oltin kumushlardir. Endi pul mol yig'ib zakatini bermaganlaringlar uchun uning azobini tetinglar." Sheksizki Alloh osmon va zaminni yaratgandan tortib bir yilni tashkil qiladigan oylarning soni Lavhul Mahfuzga yozilgani bo'yicha Allohning hukmida 12 oydir. Ularning ichidan 4 oy urush qilish cheklangan oylari bo'lib, ular Zulqa'da, Zulhajja,
Muharram, Rajabdan iboratdir. Bu to'g'ri dindir. Shunga bu oylarda cheklangan ishlarni qilib qo'yib, o'zinglarga ziyon solmanglar. Chunki bu oylarda qilgan yomon ishning gunohi cho'ng bo'ladi. Mushriklar sizlar bilan umumyuzlik urushgandek, sizlarmi ular bilan umumyuzlik urushinglar. Bilinglarki, Alloh haqiqatan taqvodorlar bilan birga bo'ladi. Ularni qo'llaydi va ularga yordam qiladi. Arablarning jahiliyat davrida har yildan xohlagan 4 oyni urush qilish cheklangan oy qilib belgilab elib, ondan bu oylarni o'z xohishi bo'yicha oldi keyniga surishi, urushga ehtiyojli bo'lgan chaqlardan cheklangan oyning o'rniga cheklanmagan oyni qo'yib elishi haqiqatan kufrda haddidan oshqonliqdir. Shayton buning bilan kofirlarni ozdiradi. Shuning bilan bu kofirlar Allah urush qilishni cheklagan oylarning soniga muvofiqlashish uchun bu oylarni bir yil urush qilish cheklanmagan oylardan sanasa, ikkinchi yili o oylarni urush qilish cheklangan oylardan sanaydi. Shuning bilan ular Allah cheklagan ishlarni Allah cheklamagan ishlarga aylantirib oladi. Shayton ularga o'zlarining bu yomon amallarini shundoq chiroyli ko'rsatgan. Allah kafir qavmni to'g'ri ishga muvaffaq qilmaydi. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, sizlarga dushmaninglarga qarshi Alloh yo'lida jihodga otlaninglar deyilsa, nemishqa o'rninglardan qimirlamay yetib olasizlar. Sizlar bu dunyolik manfaatinglarni oxiratning ne'matlaridan afzal ko'rdinglarmi? Bilinglarki, sizlarning dunyoda manfaatlanadigan narsanglar oz va vaqtliqdir. Ammo Alloh mujohidlarga tayyorlagan oxirat ne'matlari ko'p va doimliqdir. Ey mu'minlar, agar sizlar dushmaninglarga qarshi jihodga otlanmasanglar, Alloh sizlarga azobini tushiradi. Sizlarni halok qilib etib, o'rninglarga jihodga amr qilinsa darhol o'rindaydigan, Allohga, uning payg'ambariga itoat qiladigan bir qavmni keltiradi. Sizlar jihod qilishdan bosh tortish bilan Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Allohning sizlarga hojati yo'q. Ammo sizlar Allohga muhtojsizlar. Alloh iroda qilgan ish albatta amalga oshadi. Chunki Alloh har narsaga qodirdir. U sizlarsizmi o'zining dinini ustun qilishga, payg'ambarga nusrat ato qilishga albatta qodirdir. Ey Muhammad alayhissalomning sahobalari, agar sizlar Allohning payg'ambari bilan birga jihodga chiqmasanglar, uningga yordam qilmasanglar, Alloh uningga albatta yordam qiladi. O'z vaqtida kofirlar Muhammad alayhissalomni o'z yurti bo'lgan Makka shahridan haydab chiqarganda, Alloh uningga yordam qilgan va uni qo'g'digan edi. O chaqda uningga Abu Bakr Siddiqdan iborat bir kishi hamroh edi. Ular Makkadagi Sur g'origa kirib olgan bo'lib, ular u yerda 3 kecha turgan edi. Muhammad alayhissalom hamrohi Abu Bakrning chiroyida qo'rqinchning alomatlarini ko'rgandan keyin uningga g'am qilmag'in, Alloh biz bilan birga, bizni qo'llaydi va bizga yordam qiladi degan. Shuning bilan Alloh uningga xotirjamlik beg'ishlagan. Uningga insonlar ko'rib boqmagan farishtalar qo'shini bilan madad bergan edi. Alloh kofirlarning dinini past qildi. Allohning dini bo'lsa eng ustundir. Alloh podshohligida g'olibdir. Bandalarning ishlarini o'rinlashtirishda hikmat bilan ish qilguchidir. Ey mu'minlar, Alloh yo'lida jihodga chiqinglar. Mayli sizlar yosh bo'linglar yoki qari bo'linglar, qiyinchilikda bo'linglar yoki ozodichilikda bo'linglar, har qanday holatda jihodga chiqinglar. Pul melinglarni Alloh yo'lida sarf qilinglar.
Allah'ның dinini üstünlükki ega qilish uchun jininglarni pido qilib jihadga chiqinglar. Agar sizlar jihad qilishning fazilatini va uning katta savobini bilsanglar, jihadga chiqish, jihadga pul, mol sarf qilish va jonni atash sizlar uchun jihadga chiqmagandan albatta yaxshi va afzaldir. Agar sizlar buni bilgan bo'lsanglar, Allohning va uning payg'ambarining amr farmonlarini o'rindanglar. Allah bir qism munofiqlarning yolg'on o'zlarini o'ydirib, payg'ambar alayhissalomdan Tabuk g'azatiga chiqmaslik haqida ruxsat so'raganligiga qoyib mundoq dedi. Ey payg'ambar, agar o munofiqlar da'vat qilingan bu jihadga yaqin musofirlik, jafosiz, o'ng'ay safarda osonlik qo'lga keladigan g'animat bo'lsa edi, munofiqlar cho'qim sana agishib jihadga chiqatdi. Lekin ular qattiq issiq kunlarda Sham atrofida rimliklar bilan urushga da'vat qilinganlikdan bu oraliq ularga jiroq va jafoliq bilindi. Shuning bilan ular jihadga chiqishdan qeyb qoldi. Ular yaqinda agar chiqishga qodir bo'la olgan bo'lsak, albatta sizlar bilan birga chiqatdik deb Allohning nomi bilan qasam ichib, o'zini o'zi yolg'onchilik va munofiqlik bilan halok qiladi. Allah biladi-ki, ular shak shubhisiz yolg'onchilardir. Ular sana yolg'ondan o'zir etadi. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1 nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.